Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilguvchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Layihalaguchi A. Aqhun 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım basilishi İstanbul Nəşr huquqi Sajiya İslam Tadqiqot Markaziga tava. Har qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Birinchi qism ibodatlar. Birinchi bo'lim ilm haqida. İlimning fazilati va ilmga doir masalalar. İlim o'rganishning fazilati. Allah Taala aytqanki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Allah Taala yana Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir, deydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma olimning darajasi mü'minning darajasidan 700 daraja yuqoridir. Har darajaning arasi 500 yillik musofadir degan. Allah Taala aytadi, Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Sahihaynda Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhuma men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Allah kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda olim qiladi deganligini anglagan edim, deydi. Abu Umama Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ikki turlik odam, ya'ni abid va olim to'g'riliq so'ralganda, olimning abiddan ortiqchiligi mening sizlarning eng tuvininglardan ortiq bo'lganimga o'xshashdir, deb andin insonlarga ilm o'rgatguchiga Allah rahmat yo'llaydi. Uningga farishtalardan tortib osmon zimindagi maxluqotlar, yer ostidagi chumolilar va dengizdagi baliqlargacha hammasi mag'firat tilaydi deb javob bergan. Yan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Olimning abiddan ortiqchiligi ve ayni kechidagi tulun ayning boshqa yulduzlardan ortiqchiligiga o'xshaydi. Shubhisizki, olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Haqiqatan payg'ambarlar oltin kumush miros qoldirmagan, faqat ilmni miros qoldirgan. Kimki ilm o'rgansa, to'liq nasibiga erishgan bo'ladi. Safvan ibn Assal radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Allah Rasuli sallallohu alayhi va sallam Şübhisizki, farishtalar ilm o'rganguchining qidirqinib ilm tahsil qilayotgan ishidan mamnun bo'lib, uningga qanotlarini yeyib beradi degan. Xattabi Allah uningga rahmat qilsin, farishtalar ilm talab qilguvchiga qanotlarini yeyib beradi degan so'zning ma'nosi haqida 3 xil qarash borligini ilgari surdi. Birinchi, rostla farishtalar ilm talab qilguvchiga qanotlarini yeyib beradi. Ikkinchi, farishtalar ilm talab qilguvchini hurmatlab tuvanchilik qiladi. Uchinchi, farishtalar ilm majlislariga tushadi va uchib ketmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki ilm talab qilib bir yo'lga chiqsa, Allah Taala shu sabablik u kishi uchun jannatga ilib borg'uvchi bir yo'lni osonlashtirib beradi degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kimki islomni gullantirish uchun ilm talab qilgan holda o'lsa, jannatda uning bilan payg'ambarlarning orasida faqat birli daraja orliq bo'ladi deganligi rivoyat qilindi. Ilmning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Ba'zi donolar va darha ilmni qo'ldan berib qo'ygan kishi nimaga erishdi? Ilmga erishgan kishi nimani qo'ldan berdi degan.